kitobxonlar Angren shahar axborot kutubxona markazida 2025-yil 10-noyabr kuni Invalid O'zbekiston 2025 14-milliy axborot kutubxona haftaligining ochilish marosimiga start berildi. Invalid O'zbekiston 2025 haftaligi ochiq eshiklar kuni munosabati bilan haftalik davomida sizlarni kutubxonamizga taklif etamiz. Hafta davomida ochilish marosimi tadbirlari, davra suhbatlari, kitob ko'rgazmalari, kitobxonlik kechalari, kitoblar olamiga sayohat, zakovat intellektual o'yinlari bo'lib o'tadi. Aziz kitobxonlar, barchangizni ushbu haftalikda faol ishtirok etishga chorlaymiz.